Hammaga assalomu alaykum. Mana bu Kia Rio. Udar berga udar bo'lgan qattiq. Boshida olib kelgan paytda biz o'yladik, bu kriloni qila olamiz deb. Metal cho'zilib ketgan, qattiq cho'zilib ketganlar ortlarini tortib keltirdik hammasini. Bu hammasi lonjeronlari hammasi kirib ketgan edi ichkariga. Bilan tortib chiqardik. Lekin bu kriloni o'zi joyiga kelmayapti. Krilo o'ynab qolgan. Endi hozir shuning uchun zazorlari ham ozgina kelmay turibdi. Katta bo'lgan zazorlar. Shuning uchun mana bizga krilo olib keldi boshqa. O'rischasiga aytganda chetvert olib keldi, mana chetvert. Mashinani egasi. Hozir endi shu mana shu orqa kriloni zavodskoy holatiga olib kelib almashtirib beramiz. Kontaktlari ham joyida turadi, hammasi joyida turadi. Xudo xolasa shu kriloni almashtiramiz. Mana shu mashinaga. Hammaga assalomu alaykum.